Qaynonam, qaynotamni boshini yeding. Ay pochcham, mana pochcham, mana suyukli pochcham. Mujik pochcham. Yaxshimisiz? Magazinga borsam yo'q ekansiz. Ha. Voy pochcham, mujik pochchamda o'zimi? Pochcha, men ichimman pochcha, men ichimman pochcha. Ichimman, kim bilasiz pochcha, ichimman. Bugun qaynonam tug'ilgan kunida bojam shu yerda. Xotin qo'lida bojam. Yo'q-chi. Bojang bo'lsa yoningda tursa, Telefon jiringlab. ko'ngling shod etsa. Boja-ku bu. Alo. Ya, assalomu alaykum boja. Yaxshimi boja? Ha. Meni xotinim ishdimi boja? Seni xotining yomon urdi-ku. Qo'ysangizchi. Boja, seni xotining o'ldirdi-ku. Ha. Meni xotinim bilan seni xotining qarindosh urug'larning oldiga borib rasa bosdi-da. Araqni g'ir ichdi. Ay. Boyjon, yana tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb turib, yana g'ir ichdi. Ha bu ertalabgacha uyqu yo'q ekanda boja unda. 2 kun uxlamaysan-ku. Uyga kelib rasa qusar ekanda. Seniki boja qusar ekan. Men ertalabgacha kiryapman. Nimaga kelmadingiz boja? Men bolalarga qaradim, bolalarga. Xotin qo'li. O'nayni xotin qo'li deydimi? Dadasi, Ha, turg'izing, bo'ling tez. turmayapti-ku shu. Men bilmayman, qanaqa bo'lsa ham turg'izing. Urinyapman, bo'lmayapti. Yotibdi. Suv seping. Nima? Suv sep deysanmi? Sening kallang joydami? Mehmon bo'lsa u ertaga gapsiz bo'lib ketadi. Xotinini gapiga kirib meni uydan haydab yubordi demaydi ertaga. Uyat bo'ladi. Mehmon hurmati 3 kun. Va seni oying 1 oy o'tiradi indamayman-ku.